Birinchi qadam tozalash. Yuzimizdagi makiyaj qoldiqlarini molotko yordamida massaj qilib eritib olamiz. Keyin esa yuzimizni yaxshilab penka yordamida yuvib, quritamiz. Professional Cell by Cell brendini enzimka va dekon gelini aralashtirib, yuzimizga surib olamiz. Plyonka ostida 5-10 daqiqa qoldiramiz. Bu yuzimizni poralarini chuqur tozalashga yordam beradi va yuzimizdagi o'lik hujayralarni olib tashlaydi. 5-10 minutdan keyin yuzimizni yaxshilab massaj qilib, iliq suvda chayib yuboramiz. Keyingi qadam esa karboksiterapiya. Gelini yuzimizga suramiz va ustidan maskasini bosib 25-30 daqiqa ushlab turamiz. Bu vaqt ichida teri kislorodga to'yib yig'lashadi. So'ng maskani olib tashlab, yuzimizni yana yuvib olamiz. Keyingi qadam franksion mezoterapiya. Avvalo apparatni dezinfeksiya qilamiz, yuzimizni esa 0.5% xlorgeksidin bilan yengil artib olamiz. Keyin esa maxsus meza serumlarini surib, Dermapen apparatiga steril nasadkani taqib muolajani boshlaymiz. Men birinchisiga 0.25 mm li ignalarda ishlashni o'zimga afzal ko'rdim, chunki uy sharoitida bu eng xavfsiz va yetarli hisoblanadi. Aslida 2,5 mm gacha ko'tarish mumkin, lekin u og'riqli va qo'nashi ham mumkin. Muhim eslatma, Dermapen bu professional uskuna hisoblanadi. Uni uyda ishlatishni maslahat bermayman. Siz uchun uyda eng qulay va xavfsiz varianti bu Cell by Cell professional dermarollerlari. Sifati juda ham zo'r va ishlatishi ham juda oson. Oxirgi qadam yuzimizni tinchlantirish va chuqur namlantirish. Muolajadan keyin yuzimiz biroz qizaradi. Shu paytda tinchlantiruvchi va chuqur namlovchi maskalarni qo'yib, yuzimizni tiklab olishimiz mumkin. Siz ham uy sharoitida mezoterapiya qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga meza so'zini yozib qoldiring. Toshkent va Andijondagi magazinlarimizdan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu mahsulotlarning natijasi juda ham zo'r. Yuzingiz tiniq va yaltirab turishini ta'minlaydi.